Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. O'tgan yili Koreya ijodkorlari tomonidan ishlab chiqilgan Buyuk to'fon The Great Flood degan kinoni ko'rganlar bo'lsa, bilishadi. Bu kino chuqur bir falsafiy ma'noga ega bo'lgan kino. U kinoda shunaqangi bir mesajni berishmoqchiki, texnologiyalar qanchalik rivojlanmasin, baribir agar jamiyatda, odamlarning orasida mehr muhabbat, oqibat bo'lmasa, hayot bo'lmasligini yetkazishmoqchi bo'lishgan. Bu kinoda asosiy rolda ona bilan bola o'ynagan va u yerda texnologiyalar shu darajaga yetganki, odamga o'xshash sintetik odamni laboratoriyada xuddi 3D printerga chiqargandek chiqarishga muvaffaq bo'lishgan. Har xil izlanishlar olib borilgan. Ba'zi izlanishlar o'sha odamni sun'iy ravishda ko'paytirishni ta'minlash bo'lsa, ba'zilari uni aqlini yanada kuchliroq qilishga yo'naltirilgan va izlanishlardan yana bittasi mana shu kinoni mavzusi bo'lgan Emotion Engine degan izlanish bo'lgan, research. Ya'ni bu Emotion Engine odamdagi his-tuyg'ularni tushuna oladigan bir AI model hisoblanadi va o'sha kinodagi bosh rolda o'ynagan ayol mana shu AI izlanuvchisi hisoblanadi. Uni vazifasi sun'iy intellekt modelida insonni his-tuyg'ularini tushuna oladigan qilish bo'lgan. O'sha AI modelni yasash davomida yerda baxtsiz hodisa ro'y beradi. Meteorit kelib Antarktikaga uriladi va yer yuzining katta qismini suv bosadi, toshqin bo'ladi va voqealar Janubiy Koreyada ro'y beradi. Shunda u ayol bir amallab yer yuzidan chiqib raketada kosmosga uchib ketishga muvaffaq bo'ladi va shunda uni barcha o'sha kundagi xotiralarini, his-tuyg'ularini hammasini qandaydir yo'l bilan serverga upload qilishadi. Ya'ni AI modelga mana shu muhabbat nima ekanligini tushuntirish uchun to'fon kuni ayolni qilish mumkin bo'lgan yaxshiliklarini qilmaganligi, xatolarini o'rganadi, bosqichma-bosqich. Ya'ni bu kun simulyatsiyada bir necha ming marotabalab qaytarilaveradi va har safar qaytarilganda kinoda ko'ruvchi bitta narsa nega takrorlanadi deb ko'rsak, aslida bu AI modelning ichida bo'layotgan voqealar bo'ladi. Ya'ni bitta voqea qayta va qayta ming marotabalab davom etadi va ularning natijasida AI model o'sha ayolning qilgan xatolaridan xulosalar chiqarib, mehr muhabbatni, oqibatni, yaxshilik qilishni nima ekanligini o'rganishga harakat qiladi. Juda ham bu tomonni kuchli o'ylashgan. Boshida odam uncha tushunmaydi, lekin yaxshilab kinoni ko'rganingizdan keyin motivni tushunasiz. Bunda o'sha ona ba'zi o'rinlarda o'zini o'ylab, o'zining nafsini o'ylab, yaxshilik qilish mumkin bo'lgan o'rinlarda qilmasdan o'tib ketgan holatlari bo'ladi. Yoki bo'lmasam ba'zi joylarda yaxshilik qilayotgan vaqtda uni nafsi baribir ustun kelib, o'sha yaxshiligini oxirigacha qilmasdan o'tib ketgan holatlari bo'ladi. Ya'ni bu holatlarni AI model tushunadi xatoligini va keyingi iteratsiyalarda bosqichma-bosqich bu xatolarni tuzatishga harakat qilganini ko'rsatiladi, urinishlarini. Bundan tashqari u ona endi o'zi aytganimdek o'sha researcher bo'lgani uchun bilishimcha ko'p vaqtini bolasiga ajratmaydi. Ya'ni farzand tarbiyasidagi onaning xatolarini ham ko'rsatadi. Bolaga yetarli darajada e'tibor bermasligini, bola savol so'raganda, birga vaqt o'tkazishni so'raganda ham unga yuzaki javob berib qo'yishini, ignor qilganligini ham ochiq ko'rsatiladi va bundan ham AI e'tibor nimaligini, qanaqa bo'lishi kerakligini o'sha tashqi omillardan o'rganishga harakat qilganligi ko'rsatiladi. Endi sevgi, muhabbat o'zi nima degan savolga keladigan bo'lsak, bu kinoda uni faqatgina shu emotsional holat deb boshida tasvirlashga urinilgan, lekin AI model o'sha ayolni to'fon kuni qilgan xatolari, boshidan kechirganlarini inobatga olib, aslida mehr muhabbat faqatgina vaqtinchalik o'sha his-tuyg'u emasligini, balki bu tanlov, mas'uliyat, fidokorlik kabi narsalarni ham qamrab olishini tushunib yetadi. Bundan tashqari, yaxshilik qilish ham mana shu mehr muhabbatga uzviy bog'liqligini ham tushunadi. Ya'ni o'sha kino davomida ayol o'tgan safardagi iteratsiyalarda yaxshi qilmaganligini oqibatdan o'zi ham yutkazganligi va keyingi iteratsiyalarda mana shu xatolarni tuzatib, yaxshilikni qilishni va u yaxshilikni yanada
kuchliroq darajada qilishni, haqiqiy fidokorlik bilan qilgan holatdagina keyingi bosqichlarga o'tishi ko'rsatilgan. Ya'ni sen yaxshilik qilsang, senga ham g'oyibdan yaxshilik bo'ladi degan ma'noni ham ilgari surilgan bu kinoda, meni tushunishim bo'yicha. Bunga misol keltiradigan bo'lsam, kinodan o'sha ayol toshqin bo'lgan vaqtda yuqori qavatga chiqish davomida bir liftning ichidan kichkina qizchaning ovozi keladi. U qizcha lift ichida qamalib qolgan bo'ladi. Endi boshida o'sha haqiqiy yashagan kunda ayol u qizchaga yordam bermoqchi bo'ladi. Qo'li bilan ochishga harakat qiladi, lekin oxirgacha yordam bermaydi. Sababi o'zini nafsini o'ylab, o'zini qutqarishini o'ylab, u qizchani o'sha yerda tashlab ketadi. Lekin keyingi simulyatsiya vaqtida esa, ya'ni o'sha ayolni o'sha xotiradagi kunini AI ga solib simulyatsiya qilinganda, AI tushunadiki, mana shu holatda ham yordam berish kerak deb bosqichma-bosqich keyingi kunlari o'sha simulyatsiya jarayonida u qizchaga yordam berishga harakat qiladi. Borib masalan omborxonadan shvabrani olib, uni sindiradi, uchini qiyalik qilib sindirib, eshikni ochadi, qizchani u yerdan olib chiqadi va keyingi kunlari yana ham yaxshiligini oxirigacha ham qilishga harakat qiladi. Undan keyingi kuni nafaqat u qizchani qutqarib olib chiqadi, balki uni maqsadini so'raydi, nima qilmoqchiligini so'raydi. Undan keyin u qizchani o'sha doda buvisi turgan yuqori qavatdagi joyga, uyligiga olib chiqib qo'yadi. Ya'ni yaxshilikni oxirigacha qilish kerakligini AI ham tushunib yetadi. Undan tashqari u ayolni asosiy vazifasi bolasiga yetishib, nima bo'lsa ham birgalikda bo'lsin degan g'oyani ilgari suradi. Ya'ni faqat o'zini olib qochish emas, bolasini tashlab, balki bolasini qutqarib, nima bo'lsa ham birga bo'lsin deb fidokorlik qilishni asosiy maqsad qilib oladi va AI model bosqich-bosqich shuni tushunishga harakat qiladi. Mana masalan forich yozganimizda break degan operator bor, u siklni ma'lum qanaqadir shartga yetganda chiqib ketiladi. O'shanga o'xshab AI model yaxshilik qilish, muvaffaqiyat keltirishni tushunib yetganda sikldan chiqib ketadi. Ona bolani qutqarishga muvaffaq bo'lib, mana shu model tayyor bo'lganligini bildiradi va oxir-oqibat o'sha tayyor bo'lgan modelni sintetik odamga, ya'ni ona bolaga joylanadi. Keyin ular yerga qaytib borishadi. Ya'ni odam zotini davom ettirishlik maqsadida. Endi bu kinoda mana mehr, oqibat, muhabbatni oddiy mana shu AI o'rgana oladigan bir emotsional holat deb tushuntirishga harakat qilingan. Buni tushunsa bo'ladi, chunki ateistik tushunchalar bilan qaraganda ular ruhga ishonmaydi. Islom tomonlama qaraganda esa Alloh insonni ham badanni yaratgan, ya'ni inson tanasini loydan yaratgan va unga o'zini ruhidan puflagan. Demak, inson ham badandan, jismdan, ham ruhdan iborat bo'lgan mavjudot. Endi bu emotsional holatlarni ular shu miyada ro'y beradigan har xil kimyoviy jarayonlar deb tushunishadi. Aslida esa uni qanaqa tushunsak bo'ladi? Miyani xuddi bir radio deb tasvirlasak, ichimizdagi ruhimizdan kelayotgan signallarni bu radio ilib oladi va biz o'sha ruhiy holatimizni miyamizda shunday his qilamiz. Endi mehr muhabbatni tasavvuf tomonlama o'rganadigan bo'lsak, Allohni 99 ta ismlari bor. Eng qudratli, hamma narsani bilguvchi, ko'rguvchi, eshitguvchi, ya'ni hamma biz bilgan va bilmagan jihatlarni eng yuksak, cheksiz quvvatga ega bo'lgan sifatlar Allohga tegishli. Xuddi shuningdek Allohni Al-Vadud, ya'ni eng ko'p sevuvchi degan ismi ham bor, ya'ni cheksiz sevgi Allohga tegishli. Yana shunday deyiladiki, tasavvufda olamni yaratilishini asosiy sababchisi ham Allohning mana shu Al-Vadud ismi hisoblanadi. Ya'ni Allohning cheksiz sevgisi tufayli ham Alloh butun borliqni yaratgan degan tushuncha bor tasavvufda. Endi g'arblik bitta Gary Chapman degan odam bor. U mana shu sevgi muhabbatni yillar davomida o'rganib, Sevgining 5 tili degan kitob yozgan. Adashmasam o'zbek tiliga ham tarjima qilingan bu kitob yaqinda. O'sha kitobda Gary Chapman sevgini quyidagicha ta'riflaydi. Ko'pchilik sevgini va shahvatni birlashtirib yuboradi. Ya'ni badanimiz tomonidan hosil bo'lgan shahvatni sevgi deb o'ylaydi. Shuning uchun ham ko'p yosh oilalar faqat mana shu shahvatga ishonib, uni sevgi deb o'ylaydi va bu shahvat o'tgandan keyin, bir necha oy o'tgandan keyin sevgim tugadi deb o'ylab ajrashishlar yuzaga keladi. Lekin
Gary Chapman yozishicha, sevgi bu faqat o'tkinchi his-tuyg'u emas, balki sevgi bu tanlov, bu qaror, bu mas'uliyatni his qilish, fidokorlik, o'zaro hamkorlik, tushunish, mana shu kabi ko'p narsalarni qamrab oladi. Demak, ham diniy tomonlama, ham dunyoviy tomonlama qarasak ham sevgi muhabbatni faqatgina emotsiyaga bog'lab qo'yish juda ham katta xato bo'ladi deb o'ylayman. Endi mana shu mavzuda o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bu kino qanchalik haqiqatga yaqin yoki uzoq? O'zingizlarning fikringizni izohda yozib qoldirsanglar, ko'pchilik uchun foydali bo'lardi. Shu narsalarni aytmoqchi edim. E'tiboringiz uchun rahmat.